Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barlık maqtavlarımız, şükürlerimiz Allahu Teala'ga bo'lib, suyukli Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga ko'ngil turlarimizdan chiqqan salavatlarimiz ham salamlarimiz erishsa edi. Mana Allohga shukr, o'quv yillari boshlanib ketdi. O'quvchilar, maktab o'quvchilari, studentlar yuqori o'quv yurtlarına, maktablarga, madrasalarga o'quvga keldilar. O'quvlarini davom ettira boshladilar. Alloh taolo ularga yordam berib, foydali bilimlar olib, shul olgan bilimlari bilan xalqimizga, millatimizga, dinimizga xizmat etirga nasib etsa edi. Bilganimizcha islom dinida bilim oluvga zo'r o'rin qo'yilgan. Hatta Peygamberimizin hadislerinden anlaşıla bilim alı er kişiga da, xotin qizga da farz deyilgan. Farz degani tiyishli. Chunki agar kishi bilim olmasa, öğrenmese, ol Alloh taolani tanıy olmaydi. Alloh taolani tanımasa, dars ettirib ibodat qila olmasa, qiyomat kunida Alloh saqlasin, o'rni jahannamda bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra boshqa hadislarda aytilgan Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi deyilgan. Bilimni beshikdan olib, lahadga qadar oling'iz deyilgan. Albatta bilim olu ol parta ortida o'tirib, institutlarda, universitetlarda, madrasalarda olina. Hamida bilim olu ol turmush degan maktabda bor. Shundan da olina. Masalan, endi sabiy bola tug'andan boshlab narsagadir o'rgana, narsadir sizlarga o'rgana, kishilarning o'z-o'zini tutishini tutarga ekanligini o'rgana, unda bilim olu. 50 yoshga yetdik ekan, men endi qort, men endi boshima kirmay deb o'tirga tugul, masjidlarga kelib darslar tinglab o'tirib, va'zlar tinglab, unda o'zidan ko'ra bilim olu. Shulay o'rta yoshda bo'lgan kishi da kimlardandir turmush tajribasini o'rganu, hunarga o'rganu, unda bilim olu bo'ladi. Bigrakda endi bilim olgan vaqtda ko'pgina vaqtda biz eshitamiz, dunyoviy bilim, oxirat bilimi deb. Tubtanroq qarasak, butunisi ul oxirat bilimi. Biz fizik o'qiymizmi, matematik o'qiymizmi, geografiya o'qiymizmi, ul butunisi Alloh taolaning buldirgan, ya'ni xoliq qilgan aybirlarini o'rganu. Shuni meditsinaga o'rgansak, Allohning bor ekanligini, bir ekanligini, necha kishini ko'rkam darajada yaratganligini anglab, Alloh taolaga shukr eta turgan bo'la, Alloh taolani domlay turgan bo'la.